Bugun sizlar bilan biz sitologiya asoslari haqida gaplashamiz. Demak, sitologiya haqida gaplashishdan oldin biz hujayrani o'ziga ta'rif berib olishimiz kerak. Demak, hujayra nima? Demak, yunoncha cellula degan so'zdan olingan. Cellula degani katakcha. Xo'p. Demak, hujayra degan so'zni mana bizda hujra degan so'z bor, hujra degan so'z bor. Kichkina hujrani hujayra degan so'zga o'shandan yaqinroq bir-biriga. Demak, xuddi shunday, demak bu atamani kelib chiqishini ham cellula katakcha ma'nosini bildiradi. Birinchi marta robotni ko'rganda kichkina o'sha daraxt po'sog'ini olib ko'rganda mana bunaqa tuzilmalarni ko'rgan. Demak, bularni katakchalar deb nomlagan. Demak, bu tiriklikni eng kichkina tuzilish birligi hisoblangan hujayra demak hisoblanadi. Demak, hujayra bu albatta tashqi oziq muhitga bog'liq holatda hamma shu tashqi muhit sharoitlari normal bo'lgan holatda mustaqil hayot kechirishga qodir bo'lgan organizmning eng kichik tuzilish birligi hisoblanadi. Endi sitologiya mana shu hujayrani tarkibiy komponentlari, har bitta organoid nima ish qiladi, nimadan tashkil topgan, qanaqa moddalardan tashkil topgan, shuni o'rganadigan bo'lim sitologiya. Endi o'simlik bilan hayvon hujayralari bir-biridan ancha katta farqi bor. Misol uchun, o'simlik hujayrasida demak sellyulozali qobiq bo'ladi, xloroplastlar bo'ladi, buni bilasizlar. Lekin bunga ko'proq to'xtalib o'tmoqchi emasman. Endi bundan buyog'iga faqat biz inson hujayrasi haqida gaplashib o'tamiz, chunki tibbiyotda faqat inson hujayrasiga to'xtaladi xolos. O'simlik bilan bizning ishimiz yo'q. Xo'p, endi hujayrani tipi uni bajaradigan vazifasiga qarab, ya'ni hujayra qanaqa shakldadir bo'lishi, qanaqadir xossaga ega bo'lishi uni to'g'ridan-to'g'ri vazifasi bilan bog'liq. Shu narsani biz morfogistologiya deymiz. Morfogistologiya. Nima degani? Morfo shakl, demak shakl, demak gistologiya tuzilish. Yana ham murakkablashtirsak, morfo funksional gistologiya. Nima degani? Morfo funksiya. Morfo shakl, funksiya, vazifa. Demak, shakl va vazifa bir-biri bilan albatta bog'liq bo'ladi. Endi misol uchun suyuq muhitda harakat qiladigan hujayralar, demak, o'zidan oyoqchalar chiqaradi, yoki bo'lmasa, aytaylik, qaysidir hujayralar bakteriyalarni yo'q qilish kerak bo'lsa, soxta oyoqlar hosil qiladi, ma'lum bir har bir hujayra o'zining vazifasidan kelib chiqib tuzilishga ega bo'ladi. Mana misol uchun, shunaqa soxta oyoq hosil qiladiganlar leykotitlar, ya'ni oq qon tananchalari mana bunaqa oyoqlar, mana bu yerda oqda yaxshi ko'rmagan, mana chizib ko'rsatyapman, oyoqchalar hosil qiladi. Bakteriyani ko'rib qolsa, misol uchun mana bakteriya bo'ladigan bo'lsa, shu bakteriyani yaxshiroq o'rab olib turib, hazm qilib yo'q qilib tashlashga yo'nalgan bo'ladi. Misol uchun red blood cells, ya'ni eritrotsitlar, qizil qon tanachalarimiz esa mana bunaqa yassi kulchaga o'xshaydi. Nimaga? Chunki u o'zida tashkil etayotgan kislorodni atrofdagi to'qimaga berish oson bo'ladi. Agar bular dum-dumaloq bo'lib qolsa, bu patologiya hisoblanadi. Chunki shar shakldagi eritrotsit o'zining markazida qolib ketib qoladi. Ana gemoglobin kislorod tashlayotgan oqsil markazda qolib ketadi-da, membranaga yaqin bo'lmagani uchun mana to'qimaga kislorod berish qiyinlashib ketadi. Xo'p, demak shuning uchun ham eritrotsitlar yassi holatda bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa petalus yoki bo'lmasa trombotsit deymiz biz. Trombotitlar ham mana oyoqchalar hosil qiladi. Nimaga? Chunki qon ketishini to'xtatish uchun bular bir-biri bilan birikib turib agregatsiya bo'lishi kerak, ya'ni bir-biriga yopishish kerak. Monotitlar mana ko'rinishi bunday holatda bo'ladi. Bazofil, eozinofillar. Ya'ni misol uchun bazofilni ko'radigan bo'lsak, o'zi granulalar tutadi. Keyinchalik allergik reaksiyalar chaqirishi mumkin. Yoki eozinofil mana shu bazofil ishlab chiqargan moddalarni neytrallab turadi. Limfotitlar, immun hujayralar, neytrofillar, bularni har bittasini o'sha immunologiyada chuqurroq to'xtaladi har bitta hujayraning vazifasiga. Shunda ko'rasizlar, har bittaning hujayraning vazifasi uni tuzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Qanaqadir shaklga kirib bo'layaptimi? Nimadir oyoqcha hosil qilyaptimi yoki xivchini bormi hujayraning, har bittasi uni funksiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun mana ba'zi hujayralar plast hosil qiladi. Misol uchun teri hujayralari, misol terimizning hujayralari chang bilan, tashqaridagi demak ta'sirlar bilan yoki quyosh nuri bilan tinimsiz aloqada bo'lgani uchun yassi bo'ladi. Demak, yassi shaklda bo'lish ularga ko'proq foyda beradi, shu ta'sirlarga chidamli bo'lishiga. Yoki bo'lmasa qisqaruvchan mushak hujayralari uzun duksumon ko'rinishda bo'ladi, qisqarish oson bo'lishi uchun. Shularni ichida misol uchun skelet muskullari bor. Skelet muskullari plast hosil qiladi. Qanaqa? Ya'ni embrional davrda bir nechta misol uchun skelet muskullari bir-biri bilan qo'shilib ketadi, uzun mandaqa duklar hosil qiladi. Faqat skelet mushaklari. Bir nechta hujayraning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Shuning uchun ham yadrosi bir nechta bo'ladi. Bu endi bir nechta hujayra bir-biri bilan qo'shilib ketgani uchun uzun duklar hosil qiladi. Skelet mushaklarida shunaqa xosiyat bor. Va skelet mushak uchun xuddi shu narsa kerak. Misol uchun yurak mushak uchun yoki silliq mushak uchun misol uchun kerak emas. Yurak mushaklari alohida kardiomiotitlardan iborat bo'ladi.
Silliq mushak duksimon hujayralardan iborat bo'ladi. Silliq mushak. Skelet mushak bo'ladigan bo'lsa, demak uzun mana bunaqa miosimplast deydi bu narsani. Miosimplast, ya'ni bir nechta hujayra qo'shilib katta tanachani hosil qiladi, tog'larni hosil qiladi. Xuddi shu narsa skelet muskulalarimiz uchun, ya'ni o'sha hozir biz mana zalda ishlab turib katta qiladigan hamma mushaklarimiz, ixtiyoriy boshqaradigan mushaklarimiz uchun, demak har bitta miosimplast ko'rinishi udobniy qisqarish uchun, yaxshi effektiv qisqarish uchun. Demak buni har bittasini muskul fiziologiyasi mavzusida tushunasizlar nima uchun bunaqa bo'lganini. Bunaqa miosimplast shakli kerakligini to'liq anglaysizlar. Demak, tushunishimiz kerak, har bitta hujayra o'zini vazifasidan kelib chiqib shakl oladi. Xo'p, endi mana misol uchun nerv impulsini o'tkazuvchi nerv hujayralar uzun o'simtalarga ega bo'ladi, chunki u bitta impulsni bitta hujayradan olib turib, o'zi orqali yana bittasiga berib yuborish kerak. Yoki bo'lmasam spermatozoidlar nima qilish kerak? Mana tuxum hujayra emas, ikkilamchi oosit bilan qo'shiladi o'zi aslida-yu. Bunga shu mavzu kelganda to'xtalamiz. Ikkilamchi oosit bilan tuxum hujayra qo'shilishi, spermatozoid qo'shilishi uchun spermatozoid sayohat qilish kerak. O'sha qindan borib tepadagi o'sha anatomiya kurslarida tanish bo'ladigan bo'lsangiz, fallopiy nagi deydi. Bachadon nagigacha yetib borish kerak. Yetib borish uchun nima bo'lish kerak? Ingichka ixcham dumi bo'lish kerak. Bu hali bir katta bir beso'naqa holatda yetib bora olmaydi. Xuddi baliq suvda suzishga qanday ixtisoslashgan bo'lsa, spermatozoid shakli ham xuddi shunaqa ixtisoslashadi. Peshonasida yadro tutib oladi, ketadi, urug'lantirgan. Demak, bu ham o'sha shakl va vazifani, ya'ni morfa va funksiyani bir bilan bog'liq. Xo'p, endi demak hujayraning o'zi 3 ta komponenti bor. Shuni har doim esda tutinglar. Ko'pchilik chalg'itib yuboradi. Hujayraning 3 ta komponenti bor. Demak, membrana, plazmatik membrana, sitoplazma, yadro. Mana shu 3 ta. Hujayraning nechta komponenti bor desa, eukariotik hujayraning 3 ta komponenti bor. Prokaryotik esa prokaryot 2 ta membrana, sitoplazma bo'ladi xolos. Ammo o'sha membrananing qo'shimcha bitta qalinroq, xuddi askar o'zining ustidan zirh kiyib olgandek bir qobiq bo'lib qolmasa, membrananing ustida yana qo'shimcha, demak membrana va sitoplazmadan iborat bo'ladi prokaryotlar. Eukaryotlarda yadro alohida bo'lgani uchun, demak DNKni yadroning ichiga saqlaganimiz uchun, demak bularda qo'shimcha yadro qismi bo'ladi. Endi shundan keyin siz mana sitoplazmaning ichiga organoidlarni kirgizishingiz mumkin. Hujayraning tarkibiy qismlarini ayt desa mitoxondriya deb ketmang. Demak hujayra birinchi membrana, sitoplazma, yadroga bo'linadi. Undan keyin sitoplazmani tarkibida organoidlar bo'ladi. Organoidlar bor qismi va geloplazma deydi, ya'ni suyuq qismi bo'ladi. Xo'p, endi hujayra qobiq haqida gaplashadigan bo'lsak, hujayra qobiq plazmatik membrana yoki plazma lemma deb ataladi. Demak, murakkab va o'ta spetsifik tuzilmalarga ega bo'lib, hayotiy jarayonlarni belgilab turadi. Nima vazifani bajaradi? Demak, mana hujayraning membranasi bo'ladigan bo'lsa, demak, moddalarning kirishi, qaysi modda kiradi, qaysi modda chiqadi, qaysi biri ko'p miqdorda kiradi, qaysi biri kam miqdorda kiradi, qaysi biri biz hozir kerak, o'tkazish kerak, qaysi biri o'tkazish kerak emas. Shu narsani hujayraning membranasi hal qiladi. Undan tashqari biokimik jarayonlarda qatnashadi, fermentlar orqali hujaydagi moddalar almashishini ta'minlaydi. Demak, mana bu membranada yopishgan ba'zi bir fermentlar bor. Buni misol uchun biokimiya yoki farmakologiya kurslarida to'liq ko'rasizlar. Har bitta membranada yopishgan retseptorga bog'langan fermentlarning ishlarini ko'rasizlar. Mana shu fermentlarni misol uchun mana bu tashqaridan ta'sir qilsa, shu fermentlar aktivlanib turib hujaydagi ma'lum bir jarayonni o'zgartiradi. Yoki bo'lmasam, mana shu membranalar bitta hujayradan ikkinchi hujayradan nima qilib turadi? Albatta chegaralab ajratib turadi. Xo'p, turli moddalar, misol uchun oqsillar spetsifik xususiyatlarga faqatgina ma'lum tartibda joylash va o'zaro munosabat natijasida ega bo'ladi. Endi bu umumiy gaplar. Aytilmoqchi bo'lyaptiki, bu yerda demak har bitta oqsil o'ziga yarasha vazifasi bo'ladi. Demak, bulardagi misol ko'rsak o'shanda yaxshi bilamiz. Misol uchun aytaylik, hujayrani membranasida joylashgan membrana bo'ladigan bo'lsa, membranada oqsillar bo'ladi, lipidlar bo'ladi. Oqsillar, misol uchun membranada joylashgan oqsillarga ichkaridagi tuzish oqsillari ham kelib birikadi. Mana shu joyda birikishni ta'minlaydigan ma'lum bir oqsillar guruhi bor. Hujayraga shakl berishda qatnashadigan. Mana shu oqsillar aynan shu joyda joylashishi kerak va o'zining funksiyasini bajarishi kerak. Boshqa joyda kerak emas ular. Xuddi shu narsani tushuntirmoqchiman. Misol uchun, pastda ko'ramiz, eritrosit membranasi misolida. Demak, har bitta oqsil o'zi uchun kerakli joyda bo'lishi kerak. Keraksiz joyda u ahamiyatga ega emas. Xo'p, endi hujayra qobig'i, ya'ni plazmatik membrana, plazma lemma nimalardan tashkil topgan desa, demak 40% lipiddan va 60% oqsillardan tashkil topgan. Endi hujayraning tipiga qarab farq qiladi. Misol uchun neyronlarda lipidlar o'ta ko'p bo'ladi. Misol uchun 75-80% bo'ladi. Oqsillar kam bo'ladi. Misol uchun boshqa hujayralarda oqsillar ko'proq bo'ladi odatda. Mana 60% gacha deb aytilyapti. Lipidlar kamroq bo'ladi. Demak, bu hujayraning tipiga bog'liq. Demak, keyingi narsa bu lipidlar turlicha bo'ladi. Uning tarkibida, ya'ni yog'lar turlicha bo'ladi. Bular fosfolipidlar yoki sfingomiyelin bo'lishi mumkin.
Bularda demak gidrofil, gidrofob qismlar bo'ladi. Keyin shu narsani tushunishga harakat qilamiz. Hozir gidrofil, gidrofob qism. Buning uchun bizga kimyodan ozgina bilim kerak bo'ladi. Agar tushunmaydigan bo'lsalaring, bu hozirgi aytadigan narsalarimni xafa haligi siqilmanglar yoki bo'lmasam tushunmanglar, chunki biokimyo kurslarida va farmakologiyada qisqacha yana qaytariladi. Endi biz uni tushunishimiz uchun demak mana bu joyda men kattalashtiraman va chizishni boshladim. Demak, bizda birinchi glitserol molekulasi bor. Agar glitserol molekulasini kim bilsa, spirtlar mavzusida mana bunaqa modda. Glitserol. Hop. 3 ta o'zida OH turgan 3 atomli spirt hisoblanadi glitserol. Endi yog' kislotalar bor. Misol uchun alkallar bor. Mana alkallarda uzun chizig'iga oxiriga COH qo'shib qo'ysangiz, mana rosa davom etib ketib oxir COH bilan tugasa, shuni yog' kislota deb ko'rasiz. Bu misol uchun o'rtada qo'shbog'i bo'lsa to'ymagan yog' kislota bo'ladi. Qo'shbog'i yo'q bo'lsa to'yingan bo'ladi, xuddi shunaqa. Endi umumiy yog' kislota oxir alkin shunga o'xshagan demak bog'ishuvchi organik kimyoning boshidagi moddalar bor. Shularda oxiri COH bilan tugasa, demak yog' kislota deb qabul qilaveramiz. Endi mana shu yog' kislotalar demak o'zida COH guruhi tutadi. Yog' kislota bilinglar, gidrofob, ya'ni suvni yoqtirmaydi. Demak yog' kislota nima ekan? Gidrofob. Gidrofob, suv yoqtirmaydi. Endi mana glitserol o'chiraylik, glitserolni kelar qora deb yozaylik. Glitserol demak gidrofil, ya'ni suv yoqtiradi. Endi hujayraning membranasi 2 qavat fosfolipiddan tashkil topgan yoki sfingomiyelindan qo'shilib olishi mumkin. Sfingomiyelinning tuzilishini to'liq biokimyoda ko'rasizlar. Demak, sfingomielin ham hozir gaplashadigan fosfolipidga o'xshash. Bir-biriga o'xshar ekan deb tushunib oling. Hozircha keyin biokimyoda ozgina bir-biridan farq bor, ko'rib tushunib olasizlar. Xo'p, endi glitserol molekulasi mana turibdi. Glitserol molekulasi turibdi. Ya'ni nimaga chizamiz? Keyin qizil holatda chizsak, mana bu safar glitserol molekulasi turibdi. Mana glitserol molekulasi O qism orqali, demak, OH ni berib turib, o'ziga mana yog' kislotani biriktirib olsa, yog' kislotani mana bunday chizib qo'yapman. Mana bunaqa tuzilish bo'ladi. Yog' kislotasini o'ziga biriktirib olsa nima bo'ladi? degan savolni qo'yishimiz mumkinmi? 3 ta yog' kislotasini biriktirib olsa, triglycerid degan modda hosil bo'ladi. Ya'ni har bitta uchala OH ham vodorodni yo'qotib turib, mana bunaqa gidrofob yog' dumchalarda, ya'ni yog' kislotani biriktirib oladigan bo'lsa, triglycerid bo'ladi. Endi fosfolipidda, ya'ni membrana tarkibini tashkil qiladigan joyda, mana bu yerda, mana bu joyda, mana kislorodni tepaga chizaman. Fosfat kislota qoldig'ini biriktiradi. Va undan keyin yana qanaqadir moddalar biriktirish mumkin. Qo'shimcha mana shu fosfat kislota qoldig'i ham qanaqa modda? Masalan, fosfat ham, mana glitserol qismi ham qanaqa? Gidrofil. Endi mana bu yog' kislotalar qanaqa modda? O'ziga suvni yoqtirmaydi, ya'ni gidrofob. Endi qaranglar. Glitserol molekulasi bor joy va fosfat tutilgan joy, demak, fosfolipidda mana birinchi uglerodga fosfat birikar ekan, uchinchi uglerodga fosfat birikar ekan, birinchi va ikkinchi uglerodga nima birikar ekan? Yog' kislota birikar ekan. Yog' kislota qanaqa modda ekan? Gidrofob, suvni yoqtirmaydi. Mana uchinchiga birikkan fosfat va glitserol o'zi qanaqa modda ekan? Suvni yoqtiradi ekan. Demak, mana bu demak glitserol va fosfat bor qismda mana bunday qilib boshcha deb tasavvur qiladigan bo'lsak, tepasi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, yog' kislota, ikkita yog' kislota birikkan joyda nima dum deb tasavvur qilamiz. Demak, mana shunaqa boshcha va dumchadan iborat mana bunaqa shakl bizga yuzaga kelyapti. Endi xuddi shunaqa shaklda mana sizlarga pastda ko'rsatyapti. Mana boshcha mana glitserol va fosfat kislotali boshcha va dumcha yog' kislotali dumcha. Xo'p, endi qaranglar. Endi shuni 2 qavatga teradigan bo'lsak, qana bo'ladi? Hozir yana bu yerga kattalashtiraman. Mana bu 2 qavatga teryapmiz. Mana tepada hujayra membranasi 2 qavat fosfolipid va sfingomielin boradi. Sfingomielin ham xuddi shu fosfolipidga o'xshash. Hech farqi bor xolos. Buni biokimyoda endi ko'rib olasiz. Hozir tushuntirishga vaqt yo'q. Xo'p, endi yoki sizlarga ichim murakkab bo'lishi mumkin. Fosfolipidni mana 2 qavat joylashtirsak, mana bu hujayraning tashqarisi qanaqa suvli muhitmi? Demak, bunga qanaqa mana boshcha qanaqa dedik? Gidrofil taraf qarash kerak, to'g'rimi? Hujayraning ichi ham qanaqa muhit? Hujayraning ichi ham suvli muhitmi? To'g'rimi? Hujayraning ichida suv bor. Demak, bunga ham qanaqa taraf qarash kerak? Boshcha, ya'ni gidrofil taraf qarash kerak. Endi ikkita gidrofilning o'rtasida ikkita dumcha qolib ketyapti. Dumchalar qanaqa? Gidrofob. Demak, hujayra membranasining markazi qanaqa ekan? Gidrofob. Demak, dumlari qaragan, bu yerda endi suv yo'q ikkita membrananing o'rtasida. Shuni hisobiga. Endi shunaqa fosfatli 2 qavat hujayra membranasini tashkil qiladi. Ularning orasida mana bunaqa kechirasizlar deb o'rtasidan kesib o'tib ketadigan integral oqsillar yoki bir tarafiga yopishib turadigan
periferal deyiladi. Periferal yoki ozgina ichkari kirib qo'yish mumkin. Lekin bir tarafda turadi xolos. Juda bo'lsa bir tarafni ozgina ichkari kiradi, to'liq membrana kesib o'tmaydi. Buni periferal oqsillar deyiladi. Periferal. Demak, integral va periferal oqsillar ham bo'lishi mumkin bu fosfolipidlarga qo'shimcha. Mana shu oqsillar o'sha 60%, mana fosfolipidlar 40% deyapti. Lekin aytayapman, hujayraning turiga qarab. Misol uchun neyronlarda aytdim, ko'proq bo'ladi, misol uchun fosfolipidlar ko'proq bo'ladi. Xo'p, endi demak biz tushunib oldik, hujayraning membranasi mana 2 qavat bo'lishini. Mana bu yerda mana 2 qavat, mana boshqa dumcha, bu tarafda ham boshqa dumcha, dumlar bir-biriga qaragan. Va mana bu yerda o'rtasida mana bitta ikkita modda turibdi. Bu sarg'ayib olib turibdi mana. Buni xolesterol deymiz. Demak, xolesterol biz o'sha adabiyotlarda mojislar xolesterol xavfli deb o'qigan bo'lishlari mumkin. Demak, xolesterolning vazifasi nima? Xolesterol hujayra membranasini issiq va sovuqqa chidamli qiladi. Ya'ni misol uchun sal isib ketsa, bu bab yog'i to'g'rimi hujayraning membranasi? Bizni tashkil qilib turgan hujayraning membranasi yog'. Demak, sal isib ketsa, aytaylik, suyulib ketishi mumkin. Sal sovuq bo'lsa qotib qolishi mumkin. Ikkovi ham yomon. Chunki o'ta suyulib ketsa, haddan tashqari kerak emas moddalarni ham o'tkazib yuboradi. O'ta qattiqlashib ketadigan bo'lsa, kislorodni ham o'tkazmay qo'yish mumkin kerak bo'lsa. Va hujayraga kislorod yetmasa, hujayra o'ladi. Xuddi shunaqa jarayonni oldini olish uchun, ya'ni issiqda haddan tashqari suyulib, sovuqda haddan tashqari qo'yilib ketmasligini oldini olish uchun xolesterol molekulasi kerak bo'ladi. Demak, xolesterol bizga kerakli modda. Har doim organizmimizning ichida sintezlanib turadigan modda. Oshiqcha miqdordan bo'lishi shu qon tomirlariga o'tirib ateroskleroz degan kasallikni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin yetarli miqdorda xolesterol bizning tanamizga kerak hisoblanadi. Xo'p, endi demak, hujayraning murakkab tuzilgan 3 ta zonadan deyiladi. Endi sizlarga maslahatim, zona deb ajratmanglar. Demak, tepa qavat birinchi qavat, mana past ikkinchi qavat. Endi adabiyotlar bo'yicha olganmiz, Zufarov bo'yicha olganmiz, lekin men tibbiyotga kirib borgan sari, demak, ikkita fosfolipid qavat, ular o'rtasida mana oqsillar bor. Bir qavatda o'zida turganlarini periferik, ikkala qavatni ham to'liq kesib o'tganlarni transmembranal yoki integral deyiladi. Integral yoki transmembranal ham deyiladi, oqsillar deb ataymiz. Endi biz hujayra membranasini nima qilishimiz mumkin? Kesishimiz mumkin. Maydamda ikkita muzlatib kriokonservatsiya qilib ikkiga kessak, P va Y yuza hosil bo'ladi. P yuza va Y yuza degan yuzalar hosil bo'ladi. Hop. Mana yerda bormi? Mana. P yuza va E yuza. Demak, freeze fracture, ya'ni qotiriladida shunday membranani kesiladi. Demak, shu darajagacha mayda ishlarni ham qila oladi hozirgi tibbiyot. Demak, P yuza tashqi tarafi, demak, o'zida ko'proq oqsillar saqlaydi. Y yuzada ko'proq ichki qavat bo'lib turib, chuqurchalar bilan silliq yuzaga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni, mana tepani kesganimiz o'zi bilan oqsillarni olib chiqib ketgani uchun shunaqa chuqurchalar hosil bo'lib qolishi mumkin. Demak, P yuzada proteinlar ko'proq, Y yuzada kamroq hisoblanadi. Ya'ni, mana membranani bunday sovutib turib ikkiga bo'lishimiz mumkin. Endi do'stlar, mana bu hujayra membranasining tepasida mana glikokarix degan qavat bor. Nima u glikokarix? Hujayra membranasi turibdi, ikki qavat fosfolipid oqsillardan tashkil topgan. Buni fosfolipidga qo'shimcha uglevod birikib qolishi mumkin. Bunaqa paytda gliko degani uglevod, lipid degani mana bu fosfolipidda hozir gaplashgan buni boshqa dumcha glikolipid deymiz agar uglevod yog'ga biriksa. Mana shu uglevod mana bu integral yoki periferik oqsilga biriksa, endi uglevodni nima deymiz? Gliko deydik. Gliko oqsilni nima deymiz? Protein deymiz. Glikoprotein. Demak, glikoprotein va glikolipiddan tashkil topgan bo'ladi glikokarix. Glikokarix bu hujayraning tepasiga birikib turadigan qo'shimcha uglevodlardan tashkil topgan qism. Bo'ldi. Endi buni ishlari bor o'zining, ya'ni retseptorlik funksiyasi bor, signal uzatish degan funksiyalari bor. Endi uni biokimyo va farmakologiya kurslarida ko'rib chiqasizlar, batafsil har bitta turi bilan ko'rib chiqiladi. Demak, biz tushunishimiz kerak, glikolipid va glikoprotein, ya'ni hujayraning hozir o'rgangan mana boshqa dumchasi bor bo'lgan fosfolipid yoki integral yoki periferik proteiniga qo'shimcha birikib qolgan uglevod zanjirini, demak, yog'ga biriksa glikolipid, oqsilga biriksa glikoprotein, bu birlikka qo'shilib turib, qo'shimcha o'sha tepa membrananing tepasida qo'shimcha o'sha shoxlarga nima desa bo'ladi? Qavat demaylik-ku, shunaqa tepaga chiqib turadigan hosillarni hosil qiladi. Mana shu glikokarix deb ataladi. Xo'p, endi hujayraning ikkita hujayra bir-biri bilan, ayniqsa epiteliy hujayralar bir-biri bilan birikadi, ya'ni bir-biri bilan yopishib turishi kerak. Hamma hujayra emas, misol uchun biriktiruvchi to'qima hujayralari bir-biri bilan uncha yopishmaydi, lekin epiteliy misol juda yopishadi bir-biri bilan. Shu birikishlar bir-biri bilan birikishi oddiy birikish, zich birikish yoki jipslashgan birikish ham deyiladi, yoki desmosoma degan oqsillar orqali birikish, orada bunaqa tunnellar hosil qilib tirqishli birikish yoki sinapslar bor ikkita neyronlar o'rtasida, buni nerv tizimi mavzusida gaplashamiz. Shunaqa sinaps hosil qilib birikish yoki bir-biriga misol uchun bitta tarafdan kelib turibdi, botqiqlik hosil qilib kelsa, ikkinchisi ham kelib turibdi, botqiqlikka mos yana botqiqlik hosil qilib, ikkitasi bir-biriga ham mana bu yerda bitta membranaga kelyapti,
ikkinchi tarafga kirib turib, ikkinchisi bu yoqqa botib kirib, xullas bir-biri bilan aniq zanjirga o'xshab bir-biriga kirishib olyapti. Ya'ni interdigitatsiyalar hosil qilib bog'lash mumkin. Ya'ni ikkita hujayra bir-biriga yopishib turishni xohlasa, demak, oddiy birikish, zich birikish, desmosomalar yoki yarim desmosoma degan, gemidesmosoma degan turi ham bor, yoki tirqish bunaqa kanal hosil qilib birikish, sinaps hosil qilib birikishlari mumkin yoki interdigitatsiya hosil qilib birikishlari mumkin. Endi buni ahamiyati nima deydigan bo'lsa, ahamiyati o'zi juda ko'p. Oddiy bitta misol aytadigan bo'lsak, mana ichidagi ma'lum bir turdagi parazit bakteriyalar bor. Misol uchun oddiy bakteriya, misol ichidan mana ichida epiteliysi bo'ladigan bo'lsa, himoya qilib turgan bo'lsa, misol ovqat hazm qilib, kerakli moddani so'rib turibdi. Bakteriyalar ichkariga kira olmaydi. O'zi ichagimizda bakteriya bor, normal holatda ham. Endi patogen bakteriya tushadigan bo'lsa, ya'ni kasallik qo'zg'atuvchi bakteriya tushadigan bo'lsa, shunaqa moddalar ajratadiki, mana bu ikkita hujayra membranasi, mana hujayra membranasi, mana bu ham hujayra membranasi. Yashil qismdagi ikkinchi hujayra membranasi. Ikkovi bir-biriga yopishib turadi. Shunaqa moddalar ajratadiki, bular ikkalasini bir-biridan ayiraveradi. Misol uchun desmosomalar bo'lsa, desmosomani parchalaydi yoki aytaylik kaderin degan oqsil molekulasini yopishgan bo'lsa, ularni parchalaydida, ikkovining o'rtasini ikkita hujayrani ochadi-da. Ikkita epiteliyli hujayrasini bittasini u yoqqa, bittasini bu yoqqa qilib ajratadi-da, o'rtadan bakteriya nima qilib ketadi, o'tib ketadi. Shunaqa bakteriyalar bor, keyin kasallikni qo'zg'atadi, ichkariga kirib turib. Demak, bitta klinik ahamiyat. Ya'ni shu birikishlar har doim bo'lishi kerak. Yoki terida mana shu birikishlar yaxshi bo'lsa ham, mana bu terining hujayralari ko'chib turib, muayyan kasalliklar olib keladi. Buni dermatologiyada ko'rasizlar. Ya'ni har bitta hozir o'tilayotgan narsani prosta o'tib ketyapmiz deb o'ylashlari mumkin, lekin tibbiyotda ahamiyati bor. Har bitta narsani ahamiyati bor. O'shuning uchun keyinchalik nimaga bunday bo'larkan deb histologiyani eslamaslik uchun hozir e'tibor berishni maslahat beraman. Chunki keyinchalik o'sha bunda o'tirganda mana bunaqa narsa bor. Shu buzilarganda deysizlar keyin patologiyaga kelganda. Xo'p, ketdik. Endi hujayra qobig'ida, ya'ni plazmatik membranada demak ma'lum bir nimalar bor. Membranada reseptor oqsillar bor, ya'ni kanallar bor desak bo'ladi. Reseptor oqsillar desak juda ham keng bo'lib ketadi. Ya'ni hujayraning membranasi o'tkazishi har xil. Ya'ni diffuziya yo'li bilan o'tkazish mumkin. Diffuziya yoki qulay transport qilish mumkin yoki aktiv transport orqali bitta moddani bitta joydan ikkinchi joyga o'tkazish mumkin. Endi misol uchun agar moddani o'zi kam, lekin kam bo'lsa ham ko'p joyga olib o'tayotgan bo'lsa, bunda nima qilishimiz kerak? Mana modda o'zi misol uchun bu yoqda kam, ikkita, uchta turibdi. Mana bu tarafda hujayraning ichida aytaylik ko'payib yotibdi. Qaysi tarafga bo'lsa ham ko'p, kam tarafdan ko'p tarafga o'tkazish uchun ATF sarflaymiz. ATF bilvosita yoki bevosita sarflasak, baribir bu nima bo'ladi? Aktiv transport bo'ladi. Hujayra membranasi aktiv transport bo'ladi. Endi diffuziya bo'lsa, har doim misol uchun ko'pgina modda bo'ladigan bo'lsa, bir tarafda erib hujayraning membranasini o'zi erib turib bitta tarafga o'tib olaversa, bu diffuziya bo'ladi. Endi xuddi shu diffuziyani oddiy turda shunaqa erib o'taveradi. Oddiy degan turda. Mana qulaylashgan transport bor, qulaylashgan transportda diffuziya bor. Bunda ma'lum bir nimalar kerak, transportyorlar kerak. Ya'ni modda haqiqatan bu yoqda ko'p, tashqarida misol uchun, tashqarida bo'lam, ichkarida bo'lam, ko'p tarafdan kam tarafga o'tish kerak. Ma'lum bir misol uchun yo'l orqali, lekin erib o'ta olmaydi hujayra membranasi. Bunda erib o'ta olmaganiga hujayradan alohida yo'l qilib berishimiz kerak, deb o'tadigan bularga. Demak, shu o'tadigan oqsillarni kanallar deyiladi. Demak, kanallarda nechta tur bor ekan? 3 ta tur bor. Birinchisi ion kanallar, ya'ni muayyan bitta ionni o'tkazadi. Keladida o'tib ketadi. Yoki bo'lmasam G oqsili bilan ishlaydigan kanallar bor, fermentlar bilan ishlaydigan kanallar bor. Bularda har bittasi demak o'ziga xos ishlash mexanizmi, bu juda ham murakkab. Demak, buni farmakologiyada ko'rasizlar ko'proq. Ion kanalli hozir retseptor degan tushunchani agar tibbiy biologiyada ko'rgan bo'lsalaring, misol uchun ion kanal bilan bog'langan retseptorlarda qanaqa narsa bo'ladi? Misol retseptorga ion kanal bo'lsa, ion kanalda retseptor bo'ladi. Muayyan bir misol uchun asilxolin degan modda bo'lsa, misol uchun kelib mana nima darvozani ochadi, natriy hujayra tashqarisidan ichkarisiga kiradi. Yoki bo'lsa G proteinda qanaqa? Mana membranada joylashgan 7 qavatli, 7 marta kesib o'tgan oqsil bo'ladi. Buni tagida G protein degan protein bo'ladi. Mana shu aktivdan mana bu yerga muayyan bitta modda kelib o'tiradi. Mana bu retseptorni qo'zg'atadi. Retseptor tagidagi G oqsilni qo'zg'atadi. G oqsil keyingi signalni berib davom etadi. Yoki bo'lmasam fermentativ qanday bo'ladi? Mana hujayra membranasi, o'sha hujayra membranasida retseptor joylashgan, mana retseptor tagida ferment bor. Mana bu modda kelib turib retseptorni aktivlasa, pastdagi ferment ham aktivlanadi, ferment keyingi jarayonlarda ishga tushadi. Demak, har bittasini ishlash mexanizmi har xil. To'liq holatda biokimyo kurslarida va farmakologiya kurslarida ko'rib chiqamiz. Hozircha sizlar bilishlaringiz kerak, membrana retseptorlarining 3 xil turi bor. Birinchisi ion kanalli, G proteinli va fermentlarga bog'liq bo'ladi. Xo'p, endi mana buni ko'rdik. Endi aytdim o'tgan safar.
hujayra membranasida demak bor oqsillari har bittasini o'ziga yarasha nimasi bor, funksiyasi bor dedik. Demak hujayra membranasidagi oqsillar endi qaranglar, mana eritrosit. Eritrosit qanaqa holatda bo'ladi? Mana kulcha holatda bo'ladi. Ya'ni yassi. Bunday tepadan qarasangiz dumaloq, xuddi nonni ham mana tepadan qarasangiz dumaloq, yon tarafdan qarasangiz yassi bo'ladi. Mana yon tarafdan qarasangiz yassi. Xo'p, mana shu hujayra membranasida ma'lum bir oqsillar bo'ladi. Hujayra o'z-o'zidan bunaqa shaklga kelib qolmaydi. Mana bunaqa ichida haligi xuddi uyda devorni ustunlar tirab turadi-yu, xuddi shunaqa nimalar bo'ladi, oqsillar bo'ladi. Va bu oqsillar membranaga muayyan bir qo'shimcha oqsillar orqali birikadi. O'z-o'zidan ustun hech qachon tepadagi tomga o'z-o'zidan birikib qolmaydi, to'g'rimi? Qanaqadir bog'laydigan nimadir bo'ladi. Mana bunaqa bog'lovchi oqsillar bo'ladi. Xuddi eritrosit molekulasi misol, eritrosit hujayrasi misolida ko'radigan bo'lsak, spektrin, ankrin degan oqsillar xuddi shu vazifani bajaradi. Ya'ni hujayrani mana shunaqa qilib nima qilib turadi? Hujayradagi mana bu sitoskelet oqsillarni hujayraga shakl beradigan oqsillarni hujayra membranasi bilan bog'lab turadi. Va shu tufayli biz bilgan eritrosit kulcha shaklida bo'ladi. Endi agar shularda qanaqadir defekt bo'ladigan bo'lsa, misol uchun eritrositga qarasangiz, tepadan ham dumaloq, yondan ham dumaloq ko'rinadi. Ya'ni mana bu oqsillar ishlamagandan keyin nima bo'ladi? Misol xuddi shu eritrositda buzilgan holatini chizib beray. Qaranglar. Dumaloq eritrosit endi nonni shar bo'lib qolganini tasavvur qilinglar. To'liq mana bunaqa holatda bo'ldi. Nimaga? Chunki buni oqsillar mana. Bu oqsillar mana bor, lekin mana bu oqsilda mana bu membrana bilan birikib turadigan qo'shimcha oqsillarda defekt bo'ladi. Masalan, ankrin spektrinlarda defekt bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkovini bir-biri bilan yopishtira olmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Hujayra qo'yib yuboradi, xullas. Qo'yib olib qo'ysa, hujayraga shakl bera olmaydi. Endi eritrosit o'zi shakl olmasa, avtomatik shar shakliga kelib qoladi. Bu juda ham yomon. Keyinchalik eritrositda etib o'lib ketadi, masalan uchun 120 kun yashash kerak bo'lsa, 60 kun yashaydi, etib o'lib ketib anemiyaga chaqiradi. Demak, xuddi shunaqa defektlar bor. Hujayrani membranasida muhim shunaqa oqsillar bor. Har bitta oqsilda o'ziga yarasha funksiyasi bor. Bunga kerakli mavzularga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, endi hujayra komponent har bitta organoidiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak ketdik.